Mashinaga akkumulyator qo'yacak bo'lsangiz yoki akkumulyator vaqtiga ham bo'lsa, ish uyda aynan sizlar uchun bo'ladi. Bugun Optimum Rossenter zapchast bozoridagi akkumulyator do'koni Optimumda sizlar narxlari bilan nechta akkumulyator qo'yish kerak, hammasini Danyaramdan bilib olamiz. Assalomu alaykum Danyara. Bugun xudo xolasa qisqacha bir akkumulyatorlar haqidan ma'lumot bersangiz podpischiklarimizga. Akkumulyatorlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, akkumulyatorlarning eng hadovoy ommabopi bu Qaynar Qozog'iston hisoblanadi. Eng ko'p O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotiladigan akkumulyator bu Qozog'istonning akkumulyatori hisoblanadi. Qozog'istonniki. Koreyskilar ham bor, lekin bular bag'asi qimmat, lekin sifati ikkisi почти bir. Shuning uchun ko'pchilik insonlar Qaynar Qozog'istonni olib turibdi. Kafolat ham adashmasam ikkisini kam bir xil bo'lsa kerak. Kafolati bir xil bor. Kafolat ham bir xil beriladi. Xudo xolasa bizlar podpischilarga esa Optimum narxlardan ham chiroyli narxlar qilib berasiz. Optimum beramiz, donamiz ham farqi yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin bu yerda Delcor deysizlarmi, Jazz deysizlarmi, Rover, Qaynar assortiment ko'p. Xudo xolasa gasalar o'zingiz bir ma'lumotini berasiz, to'g'rimi? Xudo xolasa bemalol kelib nechga kerak bo'lsa haydashlaringiz mumkin podpischilarimiz. Narxlarni sertifikatlari bilan как положено. YouTube'imizda hammasinin sertifikatlari bor, xudo xolasa bu yerda. Yana bir narsani so'rash esdan chiqibdi. Sizda assortiment ko'p ekanini ko'rganingizda endi bu narsani poddelkasi bilan originalni nechta farq qilsa bo'ladi tovarni? Ha, to'g'ri savol berding. Poddelkasi bilan original mana hozir qo'lbola poddelkalar ham chiqib ketdi. Biz yana ofitsialni aytib qo'yibmiz. Firmani o'zi bizlarga yana taklif berib qo'ydi yana. Sertifikatlari bilan, hamma litsenziyalari bilan. Ham originalda yana ishining gologrammali bo'ladi. Shuni e'tibor beringlar. Ha, ustunda o'zining etiketkasi, mana shtrix kodlari bo'ladi. Shtrix kodni skaner etsa o'zi chiqadi. Zavod adi, familiyasi, hamma narsasi chiqadi. Ha, bo'ldi. Original bilan poddelkasini farqlashni tushundingizmi, biratlar? Originalda xudo xolasa ishining o'zini QR kodi, hamma narsasi bo'ladi. Skaner etsangizda hamma ma'lumoti kelib chiqadi. Keyin yana do'koningizda ko'zim tushib turibdi. Pritsep zapchastlar ham bor o'xshaydi. Pritsepning hamma narsasi bor, deyarli hamma narsasi bor. Farqoblardan tartib mayda detallardan topib berishimiz mumkin. Yo'lingizdan har xil diodli stoplar bor, bu yerda svetlari bor, lentalari deysizmi, farqobning shariklari deysizmi, hammasini bir yerdan topsangiz bo'ladi ekan. Bu yerda podkenliklar ham bor, o'zimizning mashhur rossiyskiy podkenliklar. Qaysi mashinalar bor sizning do'koningizda? Почти hamma mashina bor. Menimcha hamma mashina bor. Kia Sonet, Onyx, Cobalt, Damas, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3. Bizning magazinda nov narsa bo'lsa, xudo xolasa, bu yerda hammasi bor. Podushkalar ham bor. Pnevmo podushkalar, как раз yana hozir ko'zim tushib turadi. Shu qaysi avtomobillarga to'g'ri keladi? Bu Gazel uchun chiqqan, zavодской. Gazellarga to'g'ri keladi. Damasga to'g'ri kelmaydi, hang? Yo'q, Gazellarga sotib beramiz. Ha, ko'proq bossangizda как раз sizlarga kerak narsa orqasi cho'kib qolmaydi mashinalarning. Gruziya podyomnisi ham ko'proq qilib beradi. Bu yerda Euro bagajniklar ham bor, ko'zga tushgandek, biratlar. Har xildan bor. Keyin eng glavnisi ham Lada zapchastlar ko'p edi, ayniqsa. Ladaning kuzovundan detallarni topib beramiz, kuzovundan. Kuzovundan hamma detallari bor. Xudo xolasa, pastda telefon raqamlarini o'zlaringiznikini qoldiraman. 90lik 725 39 93. Nov narsa kerak bo'lsa, xudo xolasa dastavka xizmatlarimiz ham bor, hang? Bor. Dastavka xizmatlarimiz ham yo'lga qo'yganmiz. Nov narsa kerak bo'lsa, narxlarni bilib, shu Telegramda yozsangizlar ham bo'ladi, to'g'ri telefon so'zingizlar ham bo'ladi. Kuzovning detallari ham bor, ko'zingiz tushganinglar, biratlar. Hammasini xudo xolasa chiroyli Optimum baholarda qilib beradilar. Aloqa chiqarasizlar unda.